Qari ot aylanib ozig'ini topadi. Nima uchun ketdingiz o'sha paytda? Men bilan ishlagansiz-ku, to'g'rimi? Hammamiz ishlaganmiz mana shu realda. Agar zo'r qilsangiz, shopirlarga sharoit qilib berasiz deganman. Bitta ishlab ko'ring-chi. Mana shunaqa odatim bor, negativ qiling, odat. Negativchi. Bolalar birorta negativlar yozsa nima javob berasiz? Mana hozir yana xatosi, yana standart отдельно qilib bo'ladi-da. Mana eng katta xatosi. Telegramda men просто PR qilib qo'yaman, keyin negativ chiqaveradi shu. Mana siz o'zingiz aytasiz, boshqalarni taniylash uchun. Biznesda bu rivojlanish. Orqadan yengil sanchib qo'yaveradi. Hali Sanchib qo'yaveradi. Mo'shnani ajratmasangiz, to'patdan olaversa, firma yurib ketadi. Samый быстрый bu 16.3. Men realga boraman. Gapirgansiz, men real hech qachon yomonlamaganman deganman, ha? Real, bari real. Men to'g'risi sizni ko'rib, boshqa xursand bo'lib ketdim. Nima? Qanday siz bu yoqqa kelib qoldingiz hozir? Endi keyin mana bari ot aylanib ozig'ini topadi. Keldi mana Al-Safariga endi til tekkizmasa ham bu Al-Safari sababli bolalar endi Sardorbek, bankir bolalar o'zi shopirlarga sharoit qilgan damoda bu qilib ishlab baribir ko'pchilik savol bergan real yo'q, realdan chiqib ketganim yo'q. Real barim real. O'zimizniki. Ha, o'zimizniki tushunishadi. Просто qaytamiz bari iloji vaqt soati keldi. Xudo xolasa. Endi sizlar nima deydi? Просто bolalar ko'p anaqa qilib qo'yadi, blok qilib qo'yadi. O'sha hisobida keyin hali nima protsiya foizini shu tomondan. Ijtimoiy Mayli, o'sma samiganmi keldik mana. Savlaka, xullas, endi nima deydi? Sekin so'rayman men, sababi bor-ku. Menga ham qiziq. Nima uchun ketdingiz o'sha paytda? Men bilan ishlagansiz-ku, to'g'rimi? Hammamiz ishlaganmiz mana shu realda, Farg'onada. Ozmi, ko'pmi, billa ter to'kib ko'targanmiz shu firmani, to'g'rimi? Siz ham o'sha paytda mehnat, u paytda endi Matiz bormi, boshqasi bormi? Ular mashina ham tanlamasdik, ishlaganmiz billa, to'g'rimi? Orada keyin nimadir sabab bo'lib chiqib ketib qoldilar, endi ko'pchilik sizga qo'shilishib. Endi nima sabab bo'lgan? Men sabab chiqib ketgan. Qanday bo'lgan sababi? Al-Safari tufayli, Al-Safari uchun nima qilib shu telefonim foflo bo'lgan, telefon qichqirib telefon olib berishgan bo'ldi. Ha, attan sizga telefon bergan, uzganmiz-ku, просто podeshga qilib shunaqa uzganmiz. Keyin yordamimiz yo'q, kim aytganman? Agar zo'r qilsangiz, shopirlarga sharoit qilib berasiz deganman. Sardorbek gap yo'q, tex pomosh hammamiz. Hamma yo'li qildi. Shopirlarga podeshga tex pomosh hamma yo'q qilib beradi. Lekin shopir zoti ko'pchilik yaxshiligini bilmaydi. Narsa qilib berib olib ketib qolib bermaydi. Mana bankdan pul olib berdi, bari yo'q. Yaxshi insonlar qolib ketyapti. Endi bilasiz, yaxshi ish ham bor, yomoni ham bor. Misol biz real endi o'zimiz qildik, zo'r. Endi sizlarda xatolaring boshida Yandexni berib qo'ygan sababimiz Matizlar chiqarib olgansiz. Mana hozir yana 13 ta xatosi, yana standart отдельно qilib bo'ladi-da. Mana eng katta xatosi. Hozirgi bolalar ko'pi bormasdan yo'qib olyapti. Bo'lgan 8 ni umuq odam tushunmayapti. Halol ish bo'lmayapti. Shu o'zini shartag'i borki, bloklatma qilib yo'q, u shopirda o'zini shartag'i bor. Masalan, klientlarga vaqtda shopir dispetcherlarga aytamiz, misol aytaman-da. Qizlar tekshiringlar, shu puflo bo'lmasin, mana misol hozirlar yolg'on bo'ladi, o'shani tekshiring klientdan, nimaga отказ qildi, nima qildi, bilib oling. Ertaga mana shunaqa bo'lmasin. To'g'ri, bitta firmaning aybi, shopirlarda aybi bo'ladi. Endi firmada ham bo'lib turadi. Mayli, menga men shopirlarni ko'pini tarafini nima qilmaymiz-ku. Mayli, menga eng qiziqarli. Endi bizga zayapga bo'lsa, mo'xshan ajratmasdan bir xil bo'lsa, shopirlar shatta bo'ladi. Bo'g'ri, zo'r tushundim. Men endi o'sha paytda qana ajratganimni eslalasizmi? Men o'shanda bo'lgan komfortlar keyin yana ekonom bo'lib qaytdi. O'sha paytda Yandexni biz berib qo'ydik. Olmayin bilan. Ya o'shanda bari qaytdik-ku, o'shanda bo'lmaganda balki Yandex yurarmas. Bitta xatoimiz shu. O'sha paytda aytganman, bekor adash deb bilasizmi? O'zingiz aytmang. Menga betimga kirmaydi, o'qmayman. Shunga Telegramda nima u bari qo'plagan adash aytaman, men Telegramda men просто PR qilib qo'yaman, keyin negativ chiqaveradi shopir. Xafa bo'lmash, nega gapirib qo'yaman, o'zi kim yomon bilib olasizmi? Mana ba'zi quloqlar yetkazadi, mana 13 gruppasiga gapirib, meni bunday qilma. Meni eski narsani tashlama. Bari biz aka-ukamiz, men sheflik gapiraman. Biz aka-uka eskidan bir-birimizni bilamiz. Hali sonlarni men yo'q, foydang yo'q, tashlagan. Meni yaxshi kimligimni biladi. Hozir ham bo'xton bo'lib, qular meni shunaqa dedi yomonlasang ham, bali biladi gapini.
Chunki bir-birimiz bilan hamma o'rtoqlar, mana bir-birini biladi. Shuning uchun bir-birimizni hurmat qilamiz baribir. Albatta. Xullas, men eng qiziqarli savol shunaqa bo'ldi. Keyin sizni ko'rdim. Mayli, hammasi zo'r ishlaymiz, xudo xolasa, bari rizq Allohdan, yo, rizq Allohdan bari. Menga просто bir ikkita qiziqarli savollar bo'lyapti. Boshida nima bo'lsa ham o'sha firmaga o'tib ketayotgan paytlarida ko'pchilik negativ. Mana siz o'zingiz ham aytyapsiz, ko'p men ham negativ yozardim. Chunki qo'rqmasdimki, siz meni taniganingiz uchun yoki bo'lmasam boshqalar meni taniydi, shuning uchun men 13 gami, Yandeksga ham Luboyga yozsam ham meni to'g'ri tushunishadi. O'zlari bilan hurmat qilib gaplashaman. Men oldindan aytib qo'yaman-da. Mana siz o'shuning uchun mana hozir siz bilan gaplashib o'shuning uchun mana hurmat qilganingizdan birga o'tiribmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham hurmat qilaman. Xudo xolasa insonlar eskidan bir-birimizni bilamiz, o'rtoq o'shaning uchun bizda g'arazli yo'q. Просто bitta negativ bolalar o'zlari chiqaraveradi, lekin bilmaydiki, siz bilan anaqa qilib qo'yamiz, gaplashib qo'yamiz, kim kimligini bilib qolasiz. Albatta. Endi xullas o'sha paytda ham siz ham bari negativ yozgansiz. Yozganman, aytgan, yozganman. Negativ yozgan. O'zingiz ham betingizga aytdim, xafa bo'lmang, men yozib qo'yapman. Ana kelib o'tirardik, nari 30-60 da kulishardik. Orqadan yengil sanchib qo'yardik. Sanchib qo'yardik. Balyoningizga kelardimku o'shanda. Kelardingiz, bari sanchirdingiz. Qo'lingdan kelmadimi ishni? Iloji yo'q, firma bu biznesda, bu rivojlanish. Xuddi shunaqa. Shu bolalarga yetkazib qo'yolmayapman shuni. Yo'q, bolalar tushunadi. Nima deydi? Men aytaman bolalar. Drujba, slujba. Hamma firmachilar bir-biri bilan og'ayni. Просто biznes mahali bular konkurent bo'ladi. Kimniki yurish, aka-ukachilar biznes rol o'ynamaydi. O'zi biznes qilyapsan, birga oshingizga bitlanda bolalar raqobat davay. Kimniki oldidan ketadi. Bo'ldi, bu soha shunaqa soha biznes. Shunaqa. Shuning uchun transport sohasi, bu biznes sohasida aka-ukachilar rol o'ynamaydi. O'ta shunaqa. Shunga endi meni maqsadim shu zaifga yetkazishda o'zi asli. Xudo xolasa bo'ladi. Endi sizga просто aytishim, bratska, aka-ukachilar taksilik uchun mashinani ajratmasiz, to'patdan olaversa, firma yurib ketadi. Mana 13 da ham mana g'arazligim yo'q. 13 mana komfort qildi, u qildi, lekin chirishni tushmay qolyapti. Bolalar ham yaxshi, zo'r, yaxshi bola. Endi biznes o'zini firmasi. Iqror aka, men siz mana eshitdim. Demoqchimanki, batta hozir klientni o'ziga qo'yib berilganda, firma hozir ajratmaydi. Shunaqa narsani biling. Klient o'zi ajratadigan bo'lgan. Misol klientga ekonom kerak bo'lsa, klient o'zi tanlayapti. Ekonomga mana 16.4imizga qilsa, misol, ekonom tarifda biz unga ekonom arzon o'sha Matizlarga, Nexia 1larga, Sparklarga birinchi bo'lib o'sha zaявkani beramiz. Birinchi bo'lib o'shalar oladi. Endi qarang, shu 16.4da siz reklama qilsangiz, Nexia 1lar, mana shu Sparklar kerak bo'lsa reklama qilsa, misol ertaga ekonomda zakazlari o'zlaringga. Sizlar noto'g'ri xato qillaring, Matizda ajratib deganlaringdan biz Matizga o'sha paytda 0077 raqamli tarif ajratganmiz. Bolalar meni tushunishmagan, sen mashina ajratyapsan deb turib, haqiqatda Yandex yurib ketgan. O'shunda hamma Yandexga o'tib olgan. Lekin men maqsadim shu edi. Bugunga kelib bu ekonom tarif bo'lib, ekonom taksi bo'lib, o'zi alohida o'zini faoliyatini yurg'izyapti. Matizlar butunlay ashtiy zaявkani birinchi bo'lib olyapti. Endi standartga keladigan bo'lsak, standartimizda ham misol uchun Nexia 3 kerak bo'lsa Matizlar ham bo'ladi-yu. Faqat Matizlar jicha oraliq masofasi bo'ladi. Endi shunaqa qilib turib komfortimiz ham bor. 14-13 qilsak, birinchi komfort siz umuman uni ola olmaysiz. Shunaqa yo'nalishga kelib qoldik. Shuning uchun Iqror aka, ajratish deganda u oldin bo'lardi, bizni aybdor qilardik. Misol haydovchilar firma ajratadi. Endi biz firmaga ajratmaymiz. Biz klient o'ziga beramiz bu narsani, klient ajratadi. Kimga qaysi tarif kerak bo'lsa, o'sha tarifdan zakaz qilaveradi. Komfort kerak bo'lsa 14-13 ga qiladi. Ekonom kerak bo'lsa 10.64 ga qiladi. Standart, любой qanaqa kelsa keldi, peshana deganga 10.63 taklif qilyapmiz-da biz. Пожалуйста, 10.63 ga qilaversin. To'g'ri kelgan tarifda ketaveradi. Qaysi bir, самый быстрый deymiz. Самый быстрый bu 10.63. Qolganlari hammasi jicha hamkorimiz bor, Bravo taksi. Ularniki ham 14-15 misolda, uni ham nomeri misol Marlon, Tashlama atrofda ham ishlaydigan nomer. Shuning uchun xolasa 14-15 ga qiladi. Men aynan Bravoda ishlayotgan shopirlarga birinchi beraman-da o'z zakazda. O'shuning uchun hozirgi bizni sharoitimizda klient o'zi tanlayapti, qaysi tarifda yuraman. Bo'ldi. Shuning uchun hamma Matizlar kelsa ham olaveramiz biz. Nexialarga ham ish bor. Kerak bo'lsa Captiva, Malibularga ham ish bor. Biznes taksiga marhamat. Любой nomerga qilib biznes so'rasin. Biznes taksi, biznes mashinalarimiz ham bor. Shuning uchun men xohlaymanki, Iqror aka, siz
hozir nima qilasiz endi? Bu Matizda bizda ishlaysizmi? Ha, yo'q, endi Bagajingiz sizlarni- turibdimi? Bagaj bormi? bagaj tom turadi. Mhm. Mana shu yerda ishlayapmiz. Ekonom tarif. Endi misol kelsak, bitta komfort tarif yo'qolib ketgan sabab o'rnishli yo'q. Nimaga yo'qolib ketgan? Mana yangi ochganlaringda, o'shanda shopirlar sabr qilmagan. Startdan olavergan. Agar sabr qilib olganda, hozir siz aytgandek, klientlar bunday qilib to'xta deydi. Hozir 10.63 ga qilsam deydi. Matiz kerak, ular ketib 5 ta 2 ga. O'sha payt nima qiladi? Komfort chaqiradi. To'g'ri. O'zi tanlab Ha, oladi. hozir uni ham bilan chaqirsa hammasi kelyapti. Hozir nima qildi? Prosta birinchi komfort oladigan qilib qo'ydi. И bag'da standartlar bermayapti. Mana sparklar zo'ri ham bor. Konditsionerli ham bor. Nexus 2 bilan normalisi bor, hammasi vaqt. O'shaning uchun hozir nitto bo'lib qoldi. Mana shu yo'qolib ketgan sababi shopirlarning o'zi. Agar shu narsa bo'lganda to'xta deydi. Hozir bunday qilsam deydi, Matiz kerak. Yo'q, to'xtab, ko'proq to'lab qo'yadi. Mana hozir Matizlar 10 ming o'zi 15 mingga komfort chaqirib qo'yadi. 5 ming chaqiradi-da. Buni o'zimiz shopirlarni o'zimiz yo'q qildik. Boshida qilganmiz. Hali komfort ishlab chiqarganmiz. O'shanda start olmay turganda, hozir startga ham bo'ladi. Odamlar ham niyat qilib to'xtab, menga qilsa, men qilsam, komfort keladi, bo'ladi. U shopirlar o'zini aybini ham olish kerak-da. Endi hozir noto'g'ri qilishyapti-da, misol kelyapsiz, siz turibsiz, 4 ta 5 ta mashina olib ketyapsiz, siz olmayapsiz. Bu abidna bo'lyapti-da. U noto'g'ri. Sizga ham qilib berish kerak-da. Bizga ham qilib berish kerak. Yo'q, bu ishlagan nakleykamız bor edi, hamma yo'g'imiz bor. To'g'ri, men firmadan qarazligim yo'q o'nin ishda. Zo'r, abdushi. Endi komport qilyapti, u qilyapti, lekin sal beragan berish kerak. U bolalardan razligim yo'q. Mana biz non tuzini yedim. Men non tuz yegan joyga men tuqilmayman. Chunki haqiqiy o'g'ri ham tuz yegan joyda o'g'irlik qilmaydi. Bo'lmaydi bu. Tarbiya ham shunaqa. Nimaga bo'lmasam, men bu paytlar biqinimdan pichoq sanchirdim. Buncha shaxsmaga men har yana borib keldik-ku. Hozir bo'pti, qarangda. Hozir bolalar birorta negativlar yozsa, nima deb javob berasiz? Ha, aytganman bolalar. O'qimaysizmi bolalar? Yo'q, men bolalarga bari nechta bola bor, bilasizmi? Nechta aytib qo'ying. Ha, bir boshqa kelib 2 ming 3 ming tomon bo'lsa kerak. Endi bolalardan o'qimayapsiz. Yo'q, men aytganman sizlarga. Bari realga boraman. 13 ta gapirgansizlar, men real hech qachon yomonlamaganman deganman, ha? Yomonlamayman, chunki non tuzini yeganman. Realni bari real deganman. O'tib ketadi deganman. Endi Manchesterdirdim. Nimaga bizda real prikol qilardik? Ha, realdan nima? Boshqa prikol atak bolalar hech kimdan hammasi taniydi. Hammasi taniydi. 13 yildan mana yomonlamayapman. Mana bolalarni ham mana Yo'lajonni, mana Akramjon, mana Alisher G'uzat. Bolalardan nima qilgan arazligim yo'q. Просто firma есть firma. Drujba есть drujba. Lekin biznes есть biznes bitta. Tushungan shunab, oddiy odam tushunmaydi buni. Mayli, qayerda bo'lsangiz ham Alloh rizqingizni bersin. Ishlasangiz, pajалуйста, mana hozir ulaymiz. Xohlang yopishtiring reklama, xohlang yopishtirmang reklama. Vaqt soatga yopsam, vaqt soat kelsa balki yopishtirarsiz. Bir qator ko'ring. Misol bizga farqi yo'q. Balkim siz o'ylayotgan narsa bag'da yo'qdir. Misol ertaga yana aka-uka bo'lishimiz uchun siz bir qator ko'rasiz. Yo'qsa davom ettiraverasiz. Yo'qmasa yana o'tib ketaverasiz. Nimagami, ya'ni hech kim sizga xo'jayin emas. Yo'q, realda ishlaymiz. To'g'rimi? Bolalar mana ko'rasizlar. Al-Safari nomer 1 taksapar degan sabab. Nomer 1-chi. Qaysi? Yo'q, yo'q. Yandex ichida, nomer 1 birinchi. Yo'q, shopirlarga qo'ying. Yo'q, Al-Safari. Men taksapar, yo'q, men taksoparklarning ichida nomer 1 birinchi. Yo'q, Murodjon Murod aka bor. Yo'q, u shopirlarga kirib dam olib qolagancha qulib turib ketadi-da. Qayerda? Al-Safarida. Murodjonnikidachi nomer 1. Biro kirmay chiqib ketadi. Nimaga? Hatto ko'findamlar, hatto qolasiz, o'qiysiz. Batta Murodjondan shunaqa nechta ofisi bor nomer 1da. Ofisi bor, shopirlar kiradi. Erkin. Bo'ldi, nomer 1 eshitasiz. Al-Safari. Xulosa taksab yo'q, Yandex yomonlamayapman. Taksab yo'q, tex podeshkasi bor bolam. Lekin shopirlar parod qilib qo'ydi, o'shani hisobiga yo'q. O'zini qildirganmiz. Balonni qaytarib kelishmadi. Mana nima bo'lgan bo'lsa, hamma yo'g'i bor. Bolalar bog'lab qo'yishyapti-da, tushunmay qolishyapti-da. Tex podeshkasi. Mayli. Ana shopirlarga qulaylik bo'lyapti. Hozir bolalar yomon-yomonlayapti, ammo negativ yozib yuborishadi. Yozsin. Yozsin. Mana bolalar yozsin. Yo'q, men yozib yuboringlar-chi, nima fikrdasizlar? Real bari real deganmiz. Nima demaylar? Chunki ko'p bolalarni jo'natganman ham, bolalarni qilsa bo'lmayapmi? Bor realga bor. Bor, mana bolalar biladi, o'sha bolalar aytsin, negativda yozganda kommentariyada ko'rasizlar. Nima bo'lsa realga boraveringlar, bor realda bo'ladi. Real bo'ladi. Mana Karinni silayim, ulab qo'yishadi. Yaxshi. Aldamasalaring, просто bag'anda yaxshi. Aldab qo'ysalar o'sha parod.
nima aytganman? Iqror aka Biladi. nomidan keldim deganlaringni lyuboylaringni ulayman. Mana Iqror aka o'zi ham gapirgandi o'sha paytda boringlar mana aytinglar ulab beradi degan. Kelib kelsa ham misol ulaganmiz. Muammo yo'q. Mana necha yildan beri bilasiz shu firmani. O'zi mani necha yildan beri taniysiz. Ancha bo'lib ketding, esda Necha yil bo'ldi. Bironki bir 15 yildan diyoringlar, undan ham. Mana 15 Undan ham yoshligingizdan bilardingiz. Bu firma o'tizga 15 yildan bilamizki, bundan oldin ham bag'da bilardik. Endi o'zimiz bilamiz. Demak, bu eski narsalar kerak emas. Biznes yurishib ketdi, bo'ldi. Berganskiy Karinoyni o'zinglar bilasizlar. Mana aka-ukamiz, hamma o'rtoqlar, o'g'aylar bilamiz. Mani taniysiz, to'g'rimi? O'g'aylar Shu taniysiz. Misol eskidan men ham taksilik qilganimni ham taniysiz. Bilaman. Yoshligingizdan o'qiganlaringizni hamma joyda bilamiz. Prosta endi u narsalar keragi yo'q. Biznes. U narsa Служба deydi-yu. Bu narsa kerak emas. Iloji bor, bu biznes. Ha, endi 15 yildan beri tanisiz, 15 yildan beri mana shu sferada taniysiz, to'g'rimi? O'zi meni-ku eskidan taniysiz. Eskidan taniyman, bilaman. Ha, yo 15 yildan beri shu mana soha bo'yicha, mana shu real birinchi Ko'ksaroyda ochilganda sariq mashinalar paytdan beri bilamiz. Undan oldingilar bilan u narsa keragi yo'q gapirishdi. Endi o'zimiz sabor u ketaveradi. Ha, o'g'aynilar ham nima siz shular gapirasiz undan oldin. Nima undan oldingi? Ha, endi o'g'aylar yoshli paytda. Yo, nima yoshli paytda menda nima birorta parod degan joy bor. Yo'q, parod qilmagansiz, zo'r bo'lgansiz o'sha paytda. Noldan ko'tarilganingizni bilamiz-da. O'qigan universitet nima Palasekda o'qigansiz. Xo'p, bunday hayotimda birortasini bilan aldagan joyim bormi? Yo'q. Va shu shaharda taniysiz mani, yaxshi taniysizmi ish qilib? Yaxshi taniysiz. Hozir shular gapiryapsiz, oldingi temani gapirasiz. Nima tema bor? O'zingga ham qiziq bo'lib. Ya, endi Telegramda u batistga bu narsalar kerak. Hozir biz o'zimiz soqamizda bo'laversa, xullas, yaxshi bo'lyapmidi? Ha, zo'r, addushi. Ha, yaxshi bo'lyapmidi? Unaqa yomon narsalarni aytmoqchi emassiz-da. Yo'q, yoshlikda bo'lgan narsalar u biz paytda ko'targan u payt. Hozir paytda yo'q. Hozir paytda xullas aytmoqchi. Yo'q, ko'tarmaydi u payt. Men halol ishlayapman, to'g'rimi? Zo'r. Birovni aldashga harakat yo'qmi? Yo'q. Hech kimni aldamaymanmi? Yo'q. Tavsiya nima yoshlarga? Ko'pi yoshda hozir taksistlar qarasangiz 30 yoshgacha bolalar ko'p. Ular bizni endi tanimaydi uncha. Yo'q, yoshlarga halol ishlash kerak. Birovni haqqini yeyish kerak emas. Bormasdan oldin yoqish kerak emas, borib boltaladim deyish kerak emas. Chunki u teshib chiqadi. Mana nimaga tushyapti? Fotoapparat, kamera o'sha teshib chiqqan, urib olasan, yo o'sha halolda ish katta. Ishlasa bo'ladi, mana keling biz. Birovni haqqini yeyman, birovga ozor bermadim, lekin Allohga shukur mana yaxshi. Yaxshi yuribsiz-da, birovdan qarzingiz yo'q. Yo'q. Endi kreditlar bor, endi hammada el qatori. Atak yo'q. Yo'q, qarzlar. Xudoga shu mana o'zlarim bilan Jentrani nima qildingiz, Iqror aka? Yo'q, Rasid Otaxonda. Otaxondami, Otaxon minursin. Yo'q, bizga matizasiz. Matiz yaxshi. Mana shuni oldi, bu ham Alloh berdi bizga. Kerak endi aytish yo'q. Mana bir mahalla ehson pulimiz bo'lganda qilib qo'ygan ekanmiz. Olib berishdi, o'sha Toshkentdan kelib Allohga shukur, o'sha qilgan ehsonlarimiz mana qaytdi. Allohga shukur. O'shga yaxshilik siz qaytar ekan, 20 mingda bo'lsa ham qaytadi, bolalar. Qaytadi. Necha pul rejada planlar topish bir kunda? Hozir necha pul topsangiz-u rozi bo'lib yuribsiz? Ya, men rizqni Alloh beraman. Narsalarni qancha ko'pchilik yaxshi-ku. Balkim bir kunda 300 ming, balkim 200 ming. Bu peshinlarga yozganim Alloh bergani menga. To'g'ri. Men nima, o'sha qolib ketmasa bo'ldi. Shu misol gazingizdan taqdim mana uchunda 200 ming qoladi, 300 mingga farqi yo'q. Chunki ertaman duo qilib chiqaman. Allohdan so'rab chiqaman. Topgan pulingizga rozi bo'lib. Men rozi bo'lishlikman. Ish qilib zayak bo'lib tursa, olib tursam, siz ishlayotgan joylaringizda atrofda bermayaptimi mazayatni? Yo'q, hozir mana o'zi standart отдельно qilib qo'ygandan keyin qiyin bo'lib qoldi. Juda qiyin bo'lib qoldi. Darka yo'q. Ha, Yandex kelsa, Yandex juda ham past, o'zi benzin narxi, tarif past. Hojat yo'q ishlash. Qolgan o'sha местный служба. Yo'q, местный firmada, mana местный firmada gap ochsam 13 ta bo'ldi. Shu 13 bilan endi nakleyka qilganim uchun sizniki nima bo'lib qolgan, mana endi xudo xohlasa ochiladi. Atak qolganligi nima qilganim yo'q. Royalni bo'sh bo'lagan, kerak emas. Ishlasam real bilan shu ishlar ekan. Просто nakleyka bo'lganligi uchun qo'llanib qoldik. Hozir nakleykani qachon rejalashtiryapsiz yopishtirishni? Ben 13-13'te nakleyka yopishtirib yuruvdingiz. Yo'q, endi bir hafta yuraylik, ishlaylik, ko'raylik. Shunga aytyapman, hozir sizga misol bir kunda 100 ming, 80 ming pul topsangiz, siz baribir qoniqmaysizda. Hozir shu uchun so'radim, sizga necha pul qoplaydi desam,
siz farqi yo'q deyapsiz, lekin hozir 80 mingdan kuniga topsangiz, siz ertaga naklikka yopishtirasizmi yo'qmi? Ketib borasiz, to'g'rimi? Sababi u qoplamaydi hozir 80 ming bir kunda. Naklik ham bo'lib turishdan bo'ladigan bo'lsa, o'zbekiston bo'lmaydi. Yo'q, naklikka yopishtirsangiz ko'p topasiz, bu aniq. Yo, aniq yo'q, yopishtiradi. Hozir siz bag'i mashina bo'lib qolgani uchun aqabaga ketib qoldi. Rasman ham chataqli qilyapti. Endi bu pulga yopishtirib beraman sizga. Ya bilaman. Siz bepul yopishtirasiz. Yo, sizga rahmat shunchalik. Bonus ham tashlab beraman. Siz qiynalsangiz, menga faqat aytsangiz bo'ldi, bu tashlab bering birorta shotga deb, men tashlab beraveraman sizga. U agar haqiqatdan muhtoj bo'lsangiz, tortinmay aytaverasiz. Lekin yo, zo'r topsangiz, addushi naklikka yopishtirib yuravering. Qalay bo'ladi? Gap yo'q. Endi biz zo'r topsangiz, bitta ishlab ko'ring-chi. ishlab ko'ra, bo'ldi yopishib bersalar, ammo gap ochig'i puli yo'q, haqiqatan to'g'ri. Yangi beramiz. Tayyor naklik. Gap yo'q, bo'lsin, gap bo'lishi mumkin emas. Endi naqd pul yo'q, to'g'ri aytib beraman. Hozir bunaqa vaziyat chataq bo'lmasa mayli, Xudoyim bersin. bersin, hammamiz to'g'ri aytgan yaxshi-da. Конечно, siz doim to'g'risini aytasiz. Endi onaxonga bergan pulni bering demaysiz, iloji yo'q, erkak kishi biz. To'g'ri. Beradi, to'g'ri. Endi bu 50 dan keyin bari odam rivojlanib yurib ketadi. Sinovda bu, Alloh sinovda. Bir yo'g'ini sinayapti-yu. Shunaqa. Men endi haydovchilarga nima tavsiya qilasiz? Haydovchilarga kelib, nima bo'lsa ham sabr qilib ishlash kerak shu. Ko'rsin, ishlab ko'rsin, haydovchilar yo'qsa ishlasin. Katta bo'lsa ham, to'g'rimi? Ha, mana bunaqa mana hozir aytyapsiz-ku, mana hozir haqiqatan to'g'ri gapirdingiz. Komfortga bemnemon startni haqiqatan klient tanlayapti, to'g'ri. Yandexda ham shunaqada. Yandex g'oni ochadi-da, komfort oladi. Startlar. Bunda aybiki 13 nima bo'lmay qoldi-da hozir. 13 qiladi, turgan mol olib ketadi. Bunda degan to'xta, meni pulim ozroqmi? Bitta zvan qilyapti-da, o'sha ekonom taksi bo'lib, o'sha unga o'sha ustiradi. Nimaga mashina mana $3000 mashina deydi. Hozir 4000 so'm deydi. To'g'ri, o'sha bunga yarasha. Menga $15000 masalan, hozir 20-30-40 ming dollarlik mashina, конечно, unga komfort pulcha qimmatroq. Odam chaqiradi uni. Boshqa narsami? O'sha pulingizga yarasha. Hamma shunga intilishimiz kerak. Ha, masalan, to'ppa zo'r mashina minishimiz. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin, katta mashina minish uchun endi bizga mayli, Alloh bersa olamiz, bo'lmasa mini ko'rdikki, yoshlarga zo'r mashina minish bo'lsin yoshlar. Kelajakda, ha. Xullas, bizga endi Alloh bersa olamiz, bo'lmasa ana farzandga o'zi topolaveradi. Yana meni yomonlaysizmi ertaga? Men sizni o'shanda suhbat qilishga ketganda men sizni yomonlaganim yo'q, o'shanda ishlab yurganmiz-a. Negativ bo'lgan. Yo'q, bu qayta bo'lmaydi. Yo'q. Bo'ldi, shu kerak. Bu shunda bo'lgan, aka-uka bo'lgan, o'shanda aka-uka ishlagan, mana o'zingiz biling, tirigi mana chiqib ketganimdan ko'rgansiz, blogingiz gapirsa, nima deyapsiz, meni urishtirmadim, gapirgan emas, sizga yetib kelgan o'sha gap. Bo'lmasa meni sig'dirmasiz, agar yomonlaganimda-da. To'g'ri. Mana 3 yildan beri Al-Safariga ham nomer yaxshi aytib o'tiraman, dam olaman bolalarda. Biroq nima qilyapsan, u bu qilyapsan, Sardor degan zo'r bo'laman. Bankir bola. Oy bela shart sovxozda bolalar, o'zim vrachkalar. Hammasi zo'r, men taniyman. Hammasi bolalar zo'r, batta. Hammasini rizqini Alloh beradi. Alloh batta biznes. Firmani o'zini qonun qoidasi bilan ishlayversin, ma'qul bo'lsa. Ma'qul bo'lmasa, gap so'z qilmasdan boshqa firmada ishlab ko'rsin, to'g'rimi? Ertaga aynaladi, o'rgiladi, mana shunaqa yana tit yana kelaveradi. Bexijolat o'tirsin, to'g'rimi? Batta hech kim xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lgan yo'q, bunaqa joy. Aka-ukachilik yo'q, mana muso ishladimi, aka-ukachilik o'zining yo'lida qolaveradi. Chunki bu biznes. Rivojlanishda aka boshqa joyda ishlaydi. Chunki men ketaman, boshqa mana ketdim, ketdi. To'g'ri. Onaxona uchib yuraveradi. Qaysi firma zo'r bo'lsa, o'sha firmadasan-da. To'g'ri. Xullas, hammamiz. Mana men statusga ishlamaganman, bormaganman, royalda ishlamagan, o'sha realda. Mana ilk qilib ketdim. Eng ko'p ishlagan real bo'lgan. Shu normalligi uchun. Necha yildan beri ishlaymiz? Ancha bo'lib ketdi-da, o'zi 10 nechinchi yil ochilgandan beri-da. Qara, 2013-yili, 2012-yili Luxda yuraverdik, Luxda o'zi firma. Luxda 2012-yillari Luxda, keyin 2013, 2014da, 2013da oxirida Realda ochildi. 2014da men litsenziya olganman-da bu nimaga. 2012dan hisoblaydigan bo'lsangiz, mana o'zi 22 qancha? Mana 2020 13 yilda. Ha, 13 yil bo'ladimi? O'shanda o'zbegim ochildi. 13, mana 14-yilga qarab ketdik. 14 yildan beri Farg'onada
bilamiz. Bilamiz. Endi bu yil mana shu bu yil emas, bir 2 yildan beri biz haligi nima uzoqlashib ketdik. Ha, 2 ana shunaqa. Ha, qo'pol qilib gapiryapti. 2 yilda bir aylanib odam Aylanib yuribmiz. Mana realda ham ishlaymiz. Mana menga shu yana gapirib nima bo'ladi desalar, oldin aytib qo'yaman. Aksaparni unutmaymiz. Taksapar, o'zi taksapar. Bunday qilib zaявka bo'lsa realni olamiz, bo'lmasa ana kapsing ko'tarilsa Yandexdan. Aksapar taksaparda aytdim. Endi realimiz o'zini yo'lda real boramiz. Shu to'g'ri. Al safarida ko'tarib beringlar, Iqror aka 100% oladi zakazlaringni. Yandexda narx baland bo'lsa, hech qaysi shopir olmay qo'ymaydi. Hamma shopir oladi. Yandexda narxni baland qilib beringlar. Mana o'zi ba'zi olasizlar, iloji yo'q. Misol qarang, bitta zakaz yo'qmi, paka kutib turibsanmi? Yo'qolsam baland olib ketasan. Chunki bu ish qilish kerak. Buni ham olyapsan, uni ham olyapsan. Shu. Bizda ham shunaqa, bizda ham narx baland bo'lsa, bizda ham hozir повышенныйga o'tib olganmiz. Bizda ham baland bo'lsa, biznikini ham olaveradi, xolasa. Bo'lmasam standart ma'qul bo'lsa, standart tarifda ham ketaveradi. Ekonom bo'lsa, ekonomda ham ketaveradi. Yo'qsa oladi. Bo'lmasam bizda shunaqa. Endi bu Al Safariga gapiryapman, ish qilib savxozli bolalarda. Savxozli bolalar, zo'r bolalar. Aka-uka biz hammasini. Shuning uchun aytyapman. Gazni bosinglar, aytinglar tepaga bolalarga, hamma taksilarga Yandex ko'tarib bersin. Hech qaysi klient qochmaydi. Gazni bosinglar. Biz sizlarga qarab biz ham ichga ko'tarib qo'yamiz. Shu bilan balans beraveradi. Просто 13 ta bizni ajratib qo'yishdi. Alisherlar ham xafa bo'lishmasin, Davlatjonlar, Akramjonlar ham iloji yo'q ishlashimiz kerak. Buni ham yoqamiz. Tushsa, shuning uchun mana hurmat qilamiz sizlarni ham, misol hammasini Nimaga gapirib Qur'on aka, nimaga bo'lmasa men o'sha paytda men ajratmaganman o'zi. Siz ajratmaysiz. Men ularga ham aytganman. Ekonom tarif chiqarib qo'yganman. Ekonom tarifga o'tsin hamma matislar desam, meni hamma ustida manzara og'darib, sen matislar o'qigansan, sen odam ajratgansan. Yo'q, bo'ldi, gapirdi. Nimaga manzara og'darishgan bo'lmasa o'sha paytda sizga qo'shilish? Ha, ana bo'ldi. Mana hozir bo'ldi. Mana hozirlar bo'ldi, yana qaytib bo'ldi. Men mana Alisherga ham aytgan narsalarni bilaman. O'sha akazlar bilan o'zlaringdan bu bizneslaring bilaman. Sizlardan hurmat qilaman, uni ham hurmat qilaman. Ikkovlar oqshamaysizlar. Bu firmalar iloji yo'q. Shunaqa xafa bo'lmanglar, shunaqa o'tamiz qilamiz. Bilaman sizlarni. Yo'q, hozir bizneslarda aka-uka bor bilaman-da, prosta endi ulardan yomonlasak to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Chunki ulardan endi to'g'ri. Sababi o'sha paytda ham aytilgan bu firmalar hamma qonun qoidalar bir-biriga o'xshaydi. Ertaga nima bo'lgan taqdirda ham ekonomni alohida qilaylik. Ertaga matislarni hamma chiqarishga harakat qiladi. Zavoddan chiqmagan mashina bir kun emas, bir kun bari eskiradi. Uni kerak bo'lsa davlat ham qo'ymaydi ertaga misol ish yurg'izgan, odam tashigan. Shuni inobatga oltirib, shu ekonomda dedim o'sha paytda yurg'izaylik, bolalar, ko'zlaring ochinglar, vaqt soati keladi, matisdagilar qiynalasizlar. Undan ko'ra shu tarifni yurg'izaylik, mana shu klientlarga o'rgataylik. Borda bizda misol dehqonchilik qiladiganlar bor, ularga kerak bo'lsa yo'l kirasini farqi yo'q. Mashina qanaqa bo'lishidan ham farqi yo'q. Mashinaga qoplar yuklayman deydimi, boshqa ichi bo'lsa shunga yaraydi ertaga shu firmani tanishtirgani. Ertaga chirib ketsa ham mashinalaringga tirikchilik qilib berilardi o'sha paytda. Shu nazarda tutib qilingan edi-da, Iqror aka. Endi bunda biz ham o'zimizda ham shopirlarda ham o'zimizda ham ayb bor. Ana shu narsani men o'zim aytaman, o'shani agar o'shanda mana birinchi chiqarganlaringda o'shanda aytganman, to'xtab turlar, komfort chiqardi. Sizlar standartni olmasdan komfort topdilar, kelajakda bizga kerak bo'ladi. Mana hozir damdan birayman 5000 ga deylik. Nima ham startdan boryapti, komfort ham bo'ladi. Atak buni minimalkasi masalan 10 ga bo'lsa, uni komfort kamida 13 ming 14 ming. Aslida uni odam chaqirardi. O'shaning uchun mana biz chekkada qolib ketdik. Unga sababchi o'zimiz. U paytda Nexia'lar ham komfortga kirardi. Xuddi shunaqa. Endi qarangki, mana bu hozir rivojlangan bo'lardi komfort. Ancha. Komfort ham o'ziga, standart ham o'ziga yarasha. Standart ham o'ziga, ekonom ham o'ziga yarasha. Aytyapman, krayniy случай shu matislarimiz ham dastavkaga ham kerak bo'lsa ishlashadi. Bu matislarni biz ishlatardik shu ekonom nimasida. Hech kim tushunmadi. Rosa xafa bo'lishdi, nima deyishdi. Lekin mana bugungi kunda kelib turib, xuddi shu narsani endi tushunishyapti. Deyapman. Shunga aka-ukachilik, ana sizlarning ham xatolaring o'shanda boshida birinchi bo'lib chiqarib olganlaring bo'ldi. To'g'ri, firmada ham shopirda ham bor, yomonlar. O'sha agar maqsad shu edi-da, Iqror aka, akam bo'lasiz. Men qarang, men chunki kelajakda bilganman, bir kun emas, bir kun bar matislarda hamma qisqartirishga, zaifga bermaslikka harakat qiladi. Klient ham shu narsani keyin xohlab qoladi. Bitta matis Nexia Sparkdan chiqib ketyapti-da. Yo'q, Spark chiqib ketmayapti. Sparkda yo'q, mana 13 ta, hozir Spark ham mana. Qarang. Spark, Nexia 1, 2 Matiz отдельно start bo'ldi. Nexia 3
Cobalt Gentradan baland o'zi ketdi komfort. O'zi Nexus 3 dan qolgan ketdi. Ketdi hammasi. Tushundim. Bizda unaqa emas. Bizda hozir misol klientimiz 1064 ga qiladi, sizga primo tushadi. 1413 ga qiladi, komfortga primo tushadi. Standart holatda prioriteti borligi uchun Nexus 3larga prioritetli birinchi oladi. Agar siz reklamangiz bo'lsa, mashinangiz komfort bo'lmagan taqdirda ham siz ulardan prioritetingiz baland bo'ladi. Siz reklama yopishtirasizda Nexus 3lardan prioritetingiz baland bo'ladi. Lekin agar unda ham sizda ham reklamangiz bo'lmasa, uni prioriteti sizdan baland. Yo'q, uni tushundim. Shuning uchun u standart tarifga bu narsa rol o'ynaydi, lekin ekonom bilan komfortni o'zini alohida tariflari bor. Klientimiz qilaversa, bemalol o'sha zaявkalar bilan yuraverasizlar. Endi demoqchimanki, xullas hammasi mana yaxshilik bilan tugasa yaxshi. Ilohim yaxshi. Ular bir-birimiz bilan urushmaylik, Yo'q, talashmaylik. ana ko'klasha yuribdi, mana shuncha kelmadik, mana kelmay yurgan o'shanda ham yaxshi gapirib yurdi. Telegramda bolalar bo'lgan bo'lsa, nima yomonlamagan aka-uka bo'lganmiz, baribir borishim bor deganman. O'zi ham Telegramda eshitishadi, yetib keladi, ammo yo'q. O'shuning uchun birovni yomonlab mana odamlarga mana 32 ming gruppa bo'lsa, metan gruppada. Mayt ochilsam odamlar ko'pdir, aka rahmat, shunchalik yaxshilik qildingiz. O'sha yomonlagan odamlar bir papal bo'lsalar, yomonlar mana o'sha bo'lishardi. O'sha insonlarga yaxshilik qilgan ekanman. Hammasiga aka rahmat, sutbali mana quyib olyapti, falan qilib olyapti. Siz hamma siz Farg'onani Karino bu bolasiz siz. O'shaning uchun birovga yaxshilik qilish kerak ekan. Kimga birortasi yomonlik qildi? Yo'q, qilmagan. Yo'q, astag'firullah. Qilishni ham bilmasangiz kerak. Yo'q, dadam. Faqat tilingiz yomon xolos. Ha, tilim yomon, dadam ham yaxshilar insonlarda. Birovga yaxshilik qilib yuradi, hurmat qilsin. Dadam apparatdan 75 ga kirsalar, apparatni to'kib qo'ymayman bu. To'kib qo'ymay. Siz ham yo'q, o'shandan qo'rqaman xolos. Ha, jicha shu nima edi? Mana shunaqa odatim bor, negativ qiling odat. Negativchi. Ha, negativchi biz. Tan olaveraman, negativchi mana shunaqa. Ana shunaqa yozaverasiz. Xullas, короче, ya bolalar kirasini sepishadi, ketadi, keyin ba'zan keyin bolalar jig'im chiqib bitta baqirtirishadi. Yana yupanaman, yana o'zimga kelaman, ular mazza qilib kayf qiladi. Siz negativlar shunaqa. Boples, молодец. Xullas, mayli, yaxshilik bo'laversin. Yaxshilik bo'laversin. Hammaga tinchlik bo'lsin, hamma yaxshi. Sog' bo'linglar. Salomat. Menimcha endi kerakli odamlarga jo'natishlaringni, kimga jo'natishlarini o'zlaring bilasizlar. Hammalar bilib olishadi. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kimga jo'natishni bilasizlar. Nima yozishni ham bilasizlar. Qisqasi, hamma bilan mana Qurol aka, men birgalikda ishlashga biz har doim xursand bo'lamiz, to'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Ertaga siz chiqib ketsangiz ham men hech qachon xafa bo'lmaganman. Misol uchun ertaga yana chiqib ketib qolsam, men xafa bo'lmayman. Yo'q, batta xafa bo'lish yo'q. Bu odam ishlab ko'radi, yaxshi yo'qsa ishlaydi, yo'qmasa ana yana o'zini uchun. Bundan bag'iga deyman, Xudo xolasa, mana Spark, Matiz, Nexia birlarga Xudo xolasa yaxshi bo'ladigan niyatdamiz. O'sha niyatda keyin Xudo xolasa biz harakatdamiz. Hammaga cho'tki qilib beramiz. Xudo xolasa o'sha niyatdamiz. Mana ishlab ko'raman men 1-2 kun. Ana dushanba, seshanbada yangi yildan keyin bo'lsa, yana oshirib ko'radi. Zo'r ekan deyman, ana bolalarga aytamiz. Bolalar nechi o'zi? 28. 28 dekabr, yangi yilga 25, 26. 3 kun. 3 kun vaqt. 3 kun. Birorta narsa qilmaylikmikin bolalar bilan? Endi o'zi bir banashtirma deyapti-mi? Nima, siz birorta ideya beringchi, qani bolalar kommentlarda o'qiymiz nima deyishadi. Yangi yilga bora olasanmi? Nima misol shopirlar nomidan nima misol faqat to'g'ri tushunish kerak. Bu degani men qilib beraman degani emas. Hozir bolalar nima so'radingmi, endi ular yo'q, endi hozir bas. Hozir vaziyatga kelib chiqsa, agar bo'lsa bolalar o'zi yozishar kommentariyaga. Xalpana degan bo'lsa, endi hammani hozir bolalarga oldinga qaraganimizcha bolalarga qiyinchilik bor. Keyin yangi yildan keyin mana misol uchun mana cho'ntakda pul bo'lsa, mana komplet bo'lib oldindaqa xalpana qilib yig'ilishsa yaxshi bo'ladi. Buni kommentariyaga yozishadi. Bo'ldi. Eski taksilar ham, yangilar ham yig'ilsa, yana sizda bo'lsa oldin osh qilinardi, mana yig'ilib, eski taksilar ham yig'iladi, bu qiladi, ana addushi, mana firma ham, nima ham, shopirlar ham tashlab. Xudo xohlasa yurib ketsa, endi addushi ko'proq, baribir xalqani zo'r, hali erisin, oldin ish bo'lganda mayli. Joylarimiz ham zo'r, men ovullarga boramiz, boshqa. Xudo xohlasa, yana oldindaqa tiklanib olsak. Yo'q. Ammo ketib qolmaysiz-a? Yo'q. Aniq. Bo'ldi shakta. Ammo qani agar ketib qolsangiz yana video qilamiz. Ketib yana ketgan joyingizni ham aytib berasiz, nima ketganingizni. Ketib qolsa, bali men Al-Safariyni topasizlar. Topsalar. Al-Safari. Bu ishi o'sha.
yo nomeradingni ham aytib qo'y, nomerading yaxshi baribir. mani uchun no'maradim qolganda yaxshi, mani uchun yo'q. Bu Ha, bo'pti. o'shada yaxshi Al Safari. Sardorbekka rahmat. O'zim taniydi Sardorbek ko'p bo'lsa Al kerak. Safari. Sardorbek ko'p yaxshilik qildi. O'shuning uchun mana o'shanga podyesh shopillarni to'xtatib bunday qarab. O'zim ham tortyapti shopillarni. Boraver mana bu bola qiynalmasdan bor. Uchragin deyman. Ana uchrashyapti, bo'ldi, xudoga shukr. Yo'q. Kim ko'cha ko'rpasa bo'lmayapti desa Realga bor deyman. 13 bo'lmay qoldi Realga bor deyman. Realga bor demagan. O'zidan guvoh bo'lsangiz kerak ko'p aytayotgandir. Shu iloji mana bari ot qozig'ini aylanib topdik, kelyapmiz. Bolalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha. Xudo xolasa.